Bitta jang va $100,000. Gap yaqinda UFC'da jang o'tkazgan hamyurtimiz Ramazan Temirovning bitta jangdan olgan bonus haqida ketmoqda. Ha, bir qarashda bu pullar juda oson kelgandek tuyuladi, lekin buning ortida juda katta mehnat yotibdi. Ramazan Temirov 1997-yilda Qarshida oddiy va sportsevar oilada tug'ilgan. Ramazon uchun eng katta namuna va faxr uning otasi hisoblanadi va aynan otasining tarbiyasi sabab u 9 yoshidan boshlab qo'l jangi va karate bilan shug'ullana boshlaydi. Uni o'zbek sportiga ustozi Jasur Alijonov olib kirdi va professional darajaga olib chiqdi. Ramazan Temirov boshqa sportchilar kabi kamera qarshisida baqirmaydigan va shouning ortidan quvadigan sportchi emas. U lafzi halol bergan so'zda turadigan jim xarakter egasi. Professional MMA ga kirganda ham uzoq vaqt unga hech kim ishonmadi. U yillar davomida moddiy yetishmovchilik bilan yashab, faqat chempionlik maqsadi bilan nafas oldi. Mana shu sinmas xarakter uni UFC eshiklargacha yetaklab keldi. Temirov 2024-yil oktyabrda UFC'da debyut qilib, ilk jangidayoq raqibini birinchi raundda nokaut qildi. Uning umumiy professional rekordi hozirda 20 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyatdan iborat. U oxirgi g'alabasidan so'ng UFC reytingida 7-o'ringa ko'tarilib oldi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Ramazan Temirov har qancha qiyinchilik va taqdir zarbalariga qaramasdan o'z maqsadi yo'lida oxirigacha boradigan temir iroda namunasidir.